Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar Sport Life kuni challenge'imiz bugun 63-kunidamiz. Abdul Fattoh Abug'daning Ulamolar nazdida vaqtning qadri kitobidan foydali ma'lumot ulashib ketmoqchilik. Ey odam bolasi, sen kunlardan iboratsan. Hasan Basri rahmatullohi alayh kunlardan birida shunday dedi. Ey odam bolasi, sen kunlardan iboratsan. Bir kun o'tsa, bir bo'laging ketgan bo'ladi. Dedi va yana dedilarki, bir qavmlarni bildimki, ular vaqtlarga sizlarning dinor va dirhamlarga haris bo'lishingizdan ko'ra harisroq edilar, dedi. Ya'ni ular vaqtlaridan juda bir unumli foydalanishgan avvalgilar. O'tayotgan kunlarda hammasi emas, foydalangan kunlaringizgina sizning kuningizdir. Foydalanmagani shunchaki behuda sarflangan vaqt bo'lib qoladi. Shuni ulashib qo'ya deganim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.